Assalomu alaykum. Agar xohlasa, mana bularni ichkariga kirgizib berishimiz kerak ekan, kafel bo'lar ekan. Nasib etsa, ularni ichkariga tiqib, kafelga teradigan qilamiz. Nasib etsa, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Va nihoyat mana biz tugatdik. Внутренний bo'ldi. Montaj mana bu yerda kirmoshinga точка, sovuq suv, водонагревательga, xudo xohlasa, rakovinaga точка, xo'sh, bu yer dushoy, ekran, yaxday suv и дальше tepaga. Xudo xohlasa, bu yer kafe bo'lgandan keyingi holat ko'riladi. Mana bu yerdan tashqariga rakina chiqyapti. Manaki bu tashqariniki. Bu unitazga ham chiqqan.